Hammaga salom. 22 fevral kuni biz Bionic komandasi bilan birgalikda Dubayga retritga uchib ketyapmiz va siz ham bu retritda qatnashishingiz mumkin. Bilasizlar, Bionic jamoasi oldingi safar Turkiyaga sayohat qilganmiz. Juda ham zo'r bo'lgan sayohatimiz. Sayohat bilan birgalikda uxotlar haqida o'rganishingiz mumkin. Ayniqsa vizajist Muazzam Jo'rayeva bilan, Zarfan Brazilova bilan. Ya'ni bu sizlarga juda ham foydali sayohat bo'ladi degan umiddamiz. Aytgancha Bionic kompaniyasini yangi dilerlari mutlaqo bepul borishi mumkin. Bu haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun bularga murojaat qilishingiz mumkin. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Dubai eng top 5 yulduzli mehmonxonalarda qolamiz. Dubai eng chiroyli joylariga sayohat qilamiz birgalikda. Nima deydi, esda qolarli sayohat bo'ladi. Aytgancha hamma xarajatlar, hamma sug'urta xarajatlari, bordi keldi xarajatlari, transfer, aviabiletlar barchasi Bionic kompaniyasining hisobidan bo'ladi. Vaqtlar faqat chegaralangan, Muazzam, chunki biz vaqtimiz juda ham oz qoldi. Tezroq fikrlarini aytishlari kerak menga. Direktdan yozib, to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bionic komandasida уже ishlayotganlar nima qiladi? Ular masalan, ular sizni yopiq kanalingizga sizga murojaat qilishadi. Bionic dilerlari ham birgalikda borishadi. Ularning to'liq shartlarini alohida gaplashamiz.